Eshitganmisiz? Qadimlar aytishadi. Erkak bog'bon, ayol esa guldir. Ammo bugun men sizga shunchaki naql emas, balki hayotning eng go'zal va eng achchiq haqiqatini so'zlab bermoqchiman. Shaharning chekka bir hovlisida hayratlanarli darajada go'zal bir bog' bor edi. Bu bog'dagi atirgullar shunchalik yorqin, shunchalik go'zal ediki, go'yo jannatdan bir parcha bu yerga to'kilgandek. Hamma hayratda edi, ammo hech kim bilmasdi. Bu bog'ning egasi bo'lgan keksa otaxon har kuni saharda belidagi og'riqqa qaramay tizzalab shu gullarni parvarish qilardi. Ularga termulib yig'lardi, ularga qarab jilmayardi. Bir kuni qo'shnisi uning bu holatini ko'rib so'radi. "Amaki, nega o'zingizni bunchalik qiynaysiz? Bir dona gul deb butun umringizni bog'da o'tkazib yubordingiz-ku. Qarang, qo'llaringiz qadoq bo'lib ketdi." Otaxon og'ir xo'rsindi. Keyin qo'shnisining yelkasidan tutib, asta uyining derazasiga ishora qildi. U yerda, deraza yonida, kasallik tufayli yura olmaydigan nogironlar aravachasiga mixlangan, yuzlari biroz sarg'aygan, lekin ko'zlarida cheksiz baxt porlayotgan kampiri o'tirardi. Otaxon pichirlab dedi: "O'g'lim, erkak bog'bon, ayol esa guldir. Ayol kishi o'z-o'zidan go'zal bo'lib qolmaydi. Ayolning go'zalligi uning yashnab turishi, unga berilgan e'tiborning, mehring va cheksiz sabringning hosilasidir. Men har kuni shu gulga qarab, ayolimning ko'nglini ko'raman." Yillar o'tdi. Ayolning xastaligi og'irlashdi. Shifokorlar umidgan, u uzoq yashamaydi deyishdi. Ayol hayotdan butunlay umidini uza boshlaganda, bog'bon taslim bo'lmadi. U har kuni saharda eng go'zal, shabnamli atirgulni uzib, ayolining xonasiga olib kirardi. Uning sovuq qo'llarini o'pib, "Sen hali so'lganing yo'q. Qara, mening hayotimdagi eng go'zal gul hali ham sensan", deb pichirlardi. Va mo'jiza yuz berdi. Shifokorlar lol qoldi. Ayol o'sha bir dona gulning ifora va bog'bonning ilohiy mehri bilan qayta oyoqqa turdi. Chunki u o'zining kimgadir kerakligini his qilgan edi. Bugun ko'chada yuzi kulib turgan baxtli ayolni ko'rsangiz, bilingki, uning ortida dunyodagi eng g'amxo'r bog'bon turibdi. Agar ayolingiz so'layotgan bo'lsa, aybni bog'dan emas, o'zingizdan qidiring. Chunki yaxshi bog'bon xazonni ham gul qiladi. Yomon bog'bon esa eng go'zal gulni ham tikanga aylantiradi. Xo'sh, siz qanday bog'bonsiz?